mana bu draynni mashinamda olib yuraman deb, chunki ertalab ishga shoshib ketaman, ishxonaga borib kelgan drayn tayyorlab ichaman. Bu ham qaranglar, o'zi qancha. Bu ham bor yo'g'i 4 ta dona qopda, sizlarga ko'rsataman. Bu nima qilib beradi? Drayn sizlarni полностью объемinglarni zo'r ketkazib beradi. Mana ishlar bo'ladi-yu, kechqurungi soat 5-6 dan keyin suvsanglar объемga yig'iladi. Lekin buni ertalab ichadigan bo'lsanglar, kechqurun ichadigan bo'lsanglar, agar 2 mahal ichsanglar, ozodganlar zo'r объемinglardan ketkazib beradi. Peshob orqali chiqib ketadi. Buni 3-kunning o'zida rezultat ko'rasizlar. Yuzlaringlardagi ishlar, qorin, qo'l qismi, oyoq hammasidan chiqib ketadi. Zo'r yordam beradi. Bu ham tabiiy qizlar. Umuman bexavotir, hech qanaqa dori emas. NL mahsulotlari, lekin men NL mahsulotlarini faqatgina oxirgi payt bitta qizdan olyapman, chunki полностью kontrol qilyaptilar. Qancha ichyapsiz, ishingizdan chiqib qolmadimi, ovqat yemang, shuni iching, keyingi safar qaysinisidan qilamiz deb kerakli maqsadimga sari ular yordamlashib beryapti.